Assalomu alaykum hammaga. Hozir mana 00 turibdi. Yo'llarning burchagiga qanchalik 90 gradusga yamiz, tekshirib chiqamiz. Texnozor keldi. Texnozorda nimasini to'g'ri videoga olaman, o'zim qo'yib sizlarga ko'rsataman. Ham boshlaymiz. 94, mana shu yerdan 90 gradusga. 89 u 50. Bu ham tamam. 50, 62, 89. Mana hamma tekiribdi. Men shkaf bo'ladigan joyimiz qani. Hamma yo'limiz 89 ga 60 bo'lib qopti. Tak, qani, bu yerda shkaf bo'lmaydi, 90 aytilmagan, lekin biz ishimiz 90 chiqarish. 89 62. Nima deb o'ylaysizlar? Bo'laveradimi yoki yana ham ideal qilish kerakmi? Hozircha qo'limdan kelgani shu. Sog' bo'lasizlar.